Assalomu alaykum. Sergeli Sog'diyonadagi 2 sotuvlik kottejimiz arzorlarini ko'rsatamiz. Bu yerda mana kottejning garadok hammasi bitgan. Uyimiz arzorlarini ko'rsatamiz. Mana shu birinchisi. Narxlarni oxirida aytib o'tamiz. Bitta arzorni ko'rasizlar, mana kirishimiz. Letniy kuxnalarimiz, bu yerda tashqari hojatxonamiz joylashgan. Uyimizning yuragi podolimizda joylashgan. Bitta arzor ko'rsatamiz. Podolik shamimizda katta splashni. Podolimiz qo'llanilgan. Burchakda kotel qonamiz. Sifatli qo'yilgan. Uyimizni ichki a'zolarini ko'rsatamiz. Bu hovlimiz. Uyimizni ko'rsatamiz. Yanimizda mana katta hovl. Bu hovlimizda zalimiz joylashgan. Sifatli remontlar qo'yganmiz. Xonamiz. Birinchi etajimizda spa. Havolanishga joy hozirlangan. Bu yerda kuxnyamiz joylashgan. Bu birinchi etaj sanuzelimiz. Ikkinchi etajimizni a'zolarini ko'rsatamiz. Ikkinchi etajga chiqqanimizda chap qo'limizda bitta spalni, litsenziya qiladi. Yo'qda ota-onalarimiz uchun spalni joylashgan. O'zining ichida alohida sanuzellar bilan. Bu yoqdagi xonamiz yana bitta spalni. Ikkinchi etaj sanuzelimiz. Navbatdagi xonamiz ikkinchi etaj zalimiz. O'zining balkonlari bilan. Kimga qiziq bo'lsa